Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Ana bugun 25-yanvar 2026-yil kechki soat 6 mana sement yoqamiz, xudo xolisa. Shu legendarniy tankimiz. Ardongidek kechki payt bo'lsa ham video olishga qaror qildim. Hozir tepada ikkita video tashlaganman. Telefonim shu darajada yomonki, harakatda yurayotgan skuterni videoga olmoqchi bo'ldim. Stabilizatsiyasi yaxshi emas, kачествоsi yaxshi emas. Endi harakat qilib ko'rdim, lekin harakat payti yaxshi videoga ola olmas ekan telefonim. Shunga bilmadim endi. Faqat turgani yoki shunaqa vaziyatdan olgim kelmayapti-da. Sal bo'lsa ham mana ish jarayonini ham ko'rsatgim kelyapti. Endi ko'ramiz, vaziyatga qaraymiz. Kullasiga GoPro'mi yoki 360 yaxshiroq kamera olishga harakat qilib ko'raman. Xudoga shukr, mana podpisklar ham sekin-sekin ko'payyapti. 80 tadan o'tdik. Bu darajada qo'llab-quvvatlab, bu darajada odam ko'payishini men o'zim ham o'ylamadim, lekin harakat qilyapman men ham ko'proq video chiqarishga, lekin endi bu faqat turgandagi video bo'lib qoldi-da. Men iloji boricha ish jarayonini ko'rsatgim kelyapti. Endi balki bo'lib qolar u joyi ham. Shunga ko'proq podpiska qilib, ko'proq qo'llab-quvvatlasanglar, xudo xolisa, u ham bo'lib qolishi kerak. Hammaga rahmat. Like'larni ayamaymiz. Kuzatishda davom etinglar. Yangi videolar joylashga harakat qilaman.